Yanımda salonga sizlar bilan men o'zim videoda bo'lsa, Minecraft postda men o'rmonga sayohat qilish uchun chiqqandim. Mana kecha tushib qolib, просто men sayohatga chiqdim. Sizlarga iltimos videodan plus videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Tilim chalkashib ketgan sizlarga video olganim yo'qmi? Qo'ygan olingan videolarni bu oldindan olingan videolar bunisi endi olinyapti. Просто kanalga obuna bo'ling, tezroq bizlar shu yoz ichi birinchi obunachi bo'lishimiz kerak. Hop. Obunachilar, men nima qilmoqchiman? Shunchaki o'rmonni sayr qilmoqchiman. Mening shu qoronchi esimda yo'q, bitta picha, keyin bular unaqa narsalar olgandim. Taxta narsalar yoz uchun joy, lekin men ozgina anglamoqchiman. Men odam bu narsa ko'rgan bo'lgandim. Nima bu? Mana to'siq. Tushunmayapman. Nega to'siq bog'lar? O la'natlangan o'rmon. Ago'xtiysan. Nima bu? Kallisini. Qoch. Valla qoch. Unaqa mana meni bo'g'ib. Nima ayt? Qoch. Zombilar. Nima bu? Steve to'xta. Sen albatta qutqaraman. Uxlab bo'lmayman bunda. Maras. O'ldit. Vallar o'rmon g'alati bu. O'rata o'ynayman bu. Hop, do'stlar, men o'rmonga qaytib kelayotgan yorug' tushmoqchi. Biza o'zicha ular unaqa deb o'ylashyapti. Men to'g'ri uncha qurollamagan bo'lishim mumkin. Lekin bunda qurolim bor. Men u la'natlangan o'rmon birmancha kirdim, Steve'ni ko'rdim. Steve'ni o'lgan holatini ko'rdim-da, obunachilar. Aji bular meni otishmoqda. O'zimga rosta kamiga, qurol. Rosta kamiga la'natlangan ekan. Shekilli deb o'ylayapman. Chunki yo'llar bilan to'sib tashlashgan. Basic nima deyishgan-da. Men nima qilsam ekan? Yo'llarni nima qilishdan bilmayman. Rosta chekka o'tirib suvni ichaman. Nima qilishgan boshim qotyapti. Mana unda nima bor? Nonga ham narsa yo'qmi? Najmonga ham narsa yo'q. Men o'qiyoq pistoletni menga tashlab ketibdi. Uni o'qitsa bo'lar ekan. O'qiyoq pistoletni qanday qilaman? Qanday qiladi? Zo'rda bo'lmadi. Aynan. Men hozir kerakli narsalarni olishim kerak. Ifloslar deb. Yaxshi bo'lmaydi. Pichog'imni qo'limga olaman. Taxtdan kesib olishim kerak. Xullas. Obunachilar men o'ylayapman. Nima qilsam ekan? Mana bu Steve o'lib yotibdi. Steve. Hech nima qilish bilmayapman. Aql kirsam men o'lib ketmaymanmi? Meni unda qo'li tushmayman ish qilib. Cho'chqavoy. Sen hayramsan, onangning yo'qol. Qaysi mahluqni o'ldirgan bo'lishi mumkin? Qaysi mahluq?
Xullas, obunachilar, men rejani o'ylab qo'ydim. Meni rejam eshitinglar, hozir kirsammikan yo kechqurun? Ko'pincha kechqurun u ma'qul bo'ladi. Yo'lda kirsam, bilmadim, yo'lda tinch qo'ymasa kerak. Chunki yo'lda kirishga yo'l qo'yishmaydi. Men yillab bu o'rva haqida bir eshitgandim. Etishlar bo'yicha so'ylayman. Etishlar bo'yicha bu o'rmonga la'natlangan, unga asosan kechqurun kirish kerak deb eshitganman. Men bu joyga kelib qolamanni o'ylamagandim, qaranglar. O'zi joyi ham aytdan bilinib turibdi g'aratliga. Hayda, qurol uchun o'g'ni tapishgan. Gashi hech bo'lmaganda bor-ku ham. Mana taqiqlab qo'ygan. Kirma deyapti. Nima yozuv ekan u? Ortingga qayt, voy onang. Voy onang, mashitdan tez yurib ketib yozuvga o'qigan ekanman. Mana Steve. Sen nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Kim seni bu oxirgi so'rdi? Men yordam uchun bir narsalar qilishim kerak. Ya'ni bu masalan nima qilsam bo'ladi? Atrofda hech kim yo'q ekan. Atrofda. Odamning cho'chqa ekan. Xullas, obunachilar bo'lmagan, nima qilyapti? Kerak jindilik. Tursa jindilik. Nima qilsam ekan?